Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Bugungi kunda Toshkent viloyatida 7 mingdan ortiq fuqarolar odamning immunitet tanqisligi virusi infeksiyasi bilan yashamoqda. Ularning 52% erkaklar, 48% ayollardir. Shu jumladan ularning 2,5%ni 18 yoshgacha bo'lgan bolalar tashkil qiladi. Ro'yxatga olingan shaxslarning 94% dispanser nazoratiga olingan va ularning 80% retroviruslarga qarshi dori vositalari bilan qamrab olingan. Aholi orasida odamning immunitet tanqisligi virusi infeksiyasini faol aniqlash maqsadida 2024-yilda Toshkent viloyat OTSga qarshi kurash markazi va uning 8 ta tumanlararo Oviy diagnostika laboratoriyalari Respublika OTSga qarshi kurash markazi tomonidan so'nggi avlodga mansub 6250 ta IFA tekshiruvlarini o'tkazishga mo'ljallangan test sistemalari bilan markazlashgan holda ta'minlandi. Toshkent viloyati hokimligining 649/22 sonli qarori bilan 2024-yilda mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan 222 million so'mga 3000 ta PCR va CD hujayralari miqdorini aniqlovchi test sistemalari xarid qilindi. Jami 2024-yilda OTS markazi 408 ta tekshiruvga mo'ljallangan immunoblot test sistemalari va 4416 ta tekshiruvga mo'ljallangan PCR sifat tahlili uchun test sinovlari bilan ta'minlandi. 2024 yil davomida viloyatning chekka hududlarida odamning immunitet tanqisligi virusi infeksiyasi yuqishi va tarqalish ehtimoli yuqori bo'lgan guruhlar orasida jami 9456 nafar fuqarolar ekspress test orqali odamning immunitet tanqisligi virusi infeksiyasiga tekshirildi. Shu jumladan ularning 530 nafari mehnat migrantlari, 571 nafari teri tanosil kasalliklari bilan kasallanganlar, 278 nafari oviy bilan kasallanganlarning jinsiy sheriklari, 92 nafari giyohvand moddalarni iste'mol qiluvchilar va qolgan 6312 nafari esa chekka va kasallik yuqish xavfi yuqori bo'lgan hududlarda yashovchi aholi qatlamidir. Toshkent viloyati OTSga qarshi kurash markazi tomonidan 2024-yil davomida viloyat bo'yicha jami 355.092 nafar fuqaro odamning immunitet tanqisligi virusi infeksiyasi tekshiruvlariga jalb qilindi va ularning 597 nafarida odamning immunitet tanqisligi virusi infeksiyasi aniqlandi. 2025-yil 1-yanvar holatiga 133 nafar odamning immunitet tanqisligi virusi infeksiyasi homilador ayollardan tug'ilgan bolalarga 8097 dona quruq sut aralashmalari berildi. 2024-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining odamning immunitet tanqisligi virusi keltirib chiqaradigan kasallikka qarshi kurash tizimini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2023-yil 20-yanvardagi 14 sonli qarori ijrosi yuzasidan viloyatda odamning immunitet tanqisligi virusi infeksiyasi tarqalishini oldini olish maqsadida 62,275,620 so'mlik dori vositalari sotib olish uchun mablag' ajratildi. Shuningdek, qo'shimcha byudjet mablag'lari hisobidan 98,442,500 so'mlik dori preparatlari sotib olindi. Odamning immunitet tanqisligi virusi infeksiyasi profilaktikasi masalalari bo'yicha ommaviy axborot vositalari orqali aholi xabardorligini oshirish maqsadida 2024-yilda markaz mutaxassislari tomonidan media reja ishlab chiqilib, viloyat hokimligi tomonidan tasdiqlanib ijrosi ta'minlandi. Odamning immunitet tanqisligi virusi infeksiyasi profilaktikasi, diagnostikasi va davolashga doir masalalar bo'yicha 2024-yil davomida yoshlar odamning immunitet tanqisligi virusi infeksiyasiga qarshi shiori ostida Respublika va Toshkent viloyati telekanallari orqali 21 ta ko'rsatuv chiqish qilindi. Viloyatning shahar, tumanlari, bozorlari, radio uzillarida va radio telekanallar orqali jami 18 ta radio maslahat uyushtirilib, efirga uzatildi. Internet ijtimoiy tarmoqlari orqali 519 ta, jumladan Facebookda 87 ta, Telegram kanalida 407 ta,
Instagramda 17 ta va YouTube'da 8 ta materiallar yoritildi. Yangiyo'l, To'qo'rg'on ovozi, Zangiota, Toshkentskaya Pravda, Mashal, Istiqbol va boshqa gazetalarda OV va Otis oldini olish haqida jami 25 ta maqolalar yoritildi. Chirchiq, Oqqo'rg'on, Chinoz, Angren, Yangiyo'l do'kon bozorlariga 5 ta, shahar va tumanlar tibbiyot birlashmalari va ketamalarga 22 ta, Chinoz, Yangiyo'l, Angren, Chirchiq, Hajikent, Oydin temir yo'l poyezd stansiyalarida va To'xtash stansiyalarida 7 ta odamning immunitet tanqisligi virus infeksiyasini oldini olish mavzusidagi jami 34 ta ko'rgazmali banerlar joylashtirildi. 1-dekabr Butunjahon o'tishga qarshi kurash kuniga bag'ishlab sog'lom hayot sari birgalikda shiori ostida o'tkaziladigan tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, viloyat o'tishga qarshi kurash markazi tomonidan viloyat sanitariya epidemiologiya osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasi, oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar boshqarmasi, O'zbekiston diniy idorasi viloyat vakilligi, maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi, yoshlar ishlar agentligi va Nurafshon telekanali bilan hamkorlikda profilaktik tadbirlar amalga oshirildi. O'zbekiston Respublikasi sanitariya epidemiologiya osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasining xavfsiz tibbiy muolaja oyligini tashkil etish to'g'risidagi ko'rsatma xatiga asosan shifoxona ichi infeksiyasi va odamning immunitet tanqisligi virusini oldini olish borasida Yangiyo'l, Ohangaron, Olmaliq, Chirchiq shaharlari, Ohangaron, Oqqo'rg'on, Quychirchiq, Chinoz, Zangiota tumanlari tibbiyot muassasalarida monitoring tadbirlari o'tkazildi va hamda tibbiyot xodimlariga amaliy uslubiy yordam ko'rsatildi. Xavfsiz tibbiy muolaja, shifoxona ichi infeksiyasini oldini olish mavzularida o'tkazilgan seminar va profilaktik suhbatlar bilan jami 694 nafar tibbiyot xodimlari qamrab olindi. Ichki ishlar boshqarmasi, bojxona, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, mudofaa va milliy gvardiya tibbiyot bo'limlari xodimlari tomonidan sog'lom hayot sari birgalikda shiori ostida viloyat o'tishga qarshi kurash markazi bilan hamkorlikda odamning immunitet tanqisligi virus infeksiyasi profilaktikasi bo'yicha tadbirlar muntazam o'tkazildi. 2024 yil davomida bozorlar, bir kunlik ish bilan ta'minlash va boshqa odam ko'p to'planadigan joylarda har oyda aksiya tadbirlar o'tkazilib, unda fuqarolar orasida OV o'tisini oldini olish bo'yicha tushunchalar berildi va ko'ngilli shaxslar orasida 719 ta odamning immunitet tanqisligi virusiga test tahlillari o'tkazildi va ularga 700 dan ortiq axborot tarqatma materiallari tarqatildi. Markaz mutaxassislari tomonidan 2024 yil davomida aholi orasida odamning immunitet tanqisligi virus infeksiyasi profilaktikasi bo'yicha jami 2042 ta profilaktik tadbirlar o'tkazilib, unda 52.051 nafar aholi ishtirok etdi va ularga odamning immunitet tanqisligi virus infeksiyasi profilaktikasi bo'yicha tibbiy maslahatlar berildi. O'tgan davr mobaynida OV o'tisini oldini olish mavzusida 4 xildagi jami 37.377 ta dona bukletlar chop etilib, aholiga tarqatildi. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan Adliya vazirligi elektron bazasi bilan elektron hukumat tizimi idoralararo integratsiya platformasi orqali elektron hamkorlik amalga oshirildi. Jumladan o'tishga qarshi kurash markazida dori vositalari, test tizimlari va boshqa vositalarni harakatlanishini kuzatib borish imkoniyatini beruvchi elektron axborot tizimi yaratilib ishga tushirildi. Bugungi kunda mazkur axborot tizimi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya agentligining axborot tizimi bilan integratsiya qilingan bo'lib, 18 yoshgacha bo'lgan odamning immunitet tanqisligi virus infeksiyasi bilan kasallangan bolalarga tayinlanadigan nafaqalar avtomatik tarzda belgilanib, ularning nafaqa olishda yuzaga kelayotgan qiyinchiliklarga barham berildi. E'tiboringiz uchun rahmat.